Va barchamizga salom, qo'lingizda mening ismim Derpin va yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun nima qilishimizni bilasizlarmi? Bugun hayvonlarimizni ovqatlantiramiz. Ha do'stlar, chunki hayvonlarga ham ovqat kerak. Va yana bir narsa, do'stim Deadbear'ning kanalida oxirgi vaqtlarda aktiv biroz tushib qolgan va o'ylab qarasam, agar hammamiz uni kanaliga o'tib obuna bo'lsak, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yib, barcha videolarini tomosha qilsak, juda ham zo'r bo'ladi va unga yordam bergan bo'lamiz. Chunki unda juda ham qiziqarli videolar tiqilib yotibdi har xil mavzularda. Xullas, zerikib qolmaysizlar. O'tinglar, mendan salom aytinglar, ссылка описаниеda va mana bu yerda tepada yozuv chiqishi kerak. O'shani bosib ham o'tishingiz mumkin. Va boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Birinchi navbatda hozir hayvonlarni sug'orishimiz kerak, ularni ovqatlantirishimiz kerak. Keyin ko'rsak bo'ladi, qishloqda nima gaplar ekan. Xo'sh. O, jitellar, nimalar bo'lyapti? Ha, Dar, yaxshimisan? Ha, yaxshi, xayrli tong hammaga. Xayrli tong. Nima bo'ldi? Nimaga olib oldinglar? Aha, o'zing qara, suv yo'q. Qanaqasiga yo'q? O, quduq qurib qolibdi. Aha, qanaqasiga qurishi mumkin? Axir shuncha vaqtdan beri hammasi yaxshi edi. Bilmasak biz ham nima qilamiz endi? Hayronman. Sizlar bilmadimi, lekin men shu atrofdagi ko'llardan suv ola qolaman. Lekin uni ichib olmaydi. Nimaga endi? Hamma suvni ichsa bo'ldi. Axir biz Minecraftdamiz. Mayli, bilganingni qil. Okey. Ichib bo'lmasa ham, lekin hayvonlarga o'ylashimcha to'g'ri keladi. Va menda biroz bo'lsa ham toza ichimlik suvini zaxirasi menda bor, shuning uchun ham chanqab qolmasligim aniq. Xo'sh, qani kelinglarchi. Yaxshi. Xo'sh, hozir bularga mana suv qo'yib beramiz va yana ozgina yegulik berish kerak, ammo menda bug'doy qolmagan, shuning uchun ham hozir mana bu yerdan olamiz. Bu do'stimni tomorqalaridan biri va o'ylashimcha olsam hech narsa demasa kerak. Hozir o'zidan ham so'rab ko'raman. Hoy, nega uyi bo'sh? Okey, menimcha uyda bo'lmasa kerak. Ishlar bilan ketgandir. Hozir qaysidan olsam ekan? Mana shu yerdan ola qolaman va o'rniga qaytarib ekib qo'yaman. Hammasi o'sib chiroyli turibdi. Umid qilamanki, olganim uchun meni urishmasa kerak. 4 donasi yetadi, ha. Xo'sh, bularni joyiga qaytarib ekib qo'yaman va buni bug'doylarni, urug'larni tashlab qo'yish kerak qaytarib. Kerak bo'lib qolishi mumkin o'ziga. Xo'sh, bu yerda hattoki sandiq ham yo'q. Mayli, shu yerga hozir qoldiramiz. Chunki kravatlar, sandiqlar hammasi turgan edi, lekin g'oyib bo'lib qoldi. Balki yangi joyga ko'chgandir, ya'ni kim bilsin uni. Xo'sh. Umid qilamanki, suv bilan muammo tezda hal bo'ladi, chunki quduqdagi suvdan hamma foydalanadi. Ovqat pishirishga, novvoychilikka, yana juda ham ko'p ishlarga. Shuning uchun ham o'ylashimcha jitellar shunchaki buni qoldirishmaydi va hammasini tuzatishadi. O'tmayapti. Hozir yoningizga kiraman. Ungacha esa videoga obuna bo'lishingiz va kanalga like bosishingiz mumkin. Xo'sh. Qani kelinglarchi, mana hammangizga ikkitadan. Hoppa, bo'ldi. Qiziq, bularning joniga tegmasmikan har kuni faqatgina bug'doy yeyish. Hayronman, lekin meni ishim yo'q. Xo'sh, ular hali ham muhokama qilishyapti, suv bormi yo'qmikan. Okey, men esa qolgan ishlarim bilan shug'ullanaman, chunki ishlarim juda ham ko'p. Jino'rsin. Nimalar bo'lyapti? Kimni telefon jiringlayapti? Tunda ham tinchlik yo'q. Xayrli tun do'stlar yoki xayrli kech. Xo'sh. Nimalar bo'lyapti o'zi? Jino'rsin, kim oyna ostida telefonda gaplashyapti? Yoki birovning telefoni qolib ketganmi, tushunmadim. Balki o'zimgadir. Yo'q, meniki o'chirilgan. Xo'sh. Qo'ylar va hech narsa yo'q. Jino'rsin. Balki shunchaki tushib ko'rgandirman. Bo'lishi mumkin. Qayta qolaman. Bu yerda hech kim yo'q baribir ham. Bekorga uyqum buzilgani qoldi xolos. Stop. Eshityapsizlarmi? Stop. Yo'q, bu tush emas. Rostdan ham qayerdandir telefonning ovozi kelyapti. Telefon jiringlayapti. Hoy, jitellar, agar bu prank bo'lsa juda ham yomon qilaman. Menimcha jitellarni bu yerga aloqasi yo'q. Chunki hamma uylarning chiroq o'chirilgan va qani stop. Quduqda yorug'lik va buni qaranglar. O'sha yerdan ovoz kelyapti. Jino'rsin. Hoy, kimdir bormi? Quduqdagilar yoki quduqdagi Jino'rsin, balki u yerga birov tushib ketgandir. Yo'q, merning yoniga borish kerak. Balki birorta jitellarmi, bilmasam suv nega yo'q bo'lib qolganini tekshirish uchun tushgan va o'sha yerda qolib ketishgan. Jino'rsin, janob mer. Jino'rsin, axir chiroq o'chiq-ku. Yo'q bo'lsa kerak uyda. Aniroq bu uning uyi emas, bu uning ofisi va bu yerda yo'q. Jino'rsin, nima qilsam ekan? Yordamni kimdan so'rasam? Hamma jitellar hozir uxlab yotishibdi va
Yo-mayo. Balki arqon tashladim, ammo arqonni qayerdan topaman? Hoy, kimdir bormi? Ovoz beringlar. Yordam kerakmi? Yo-mayo do'stlar. Rostini aytsam, bu juda ham g'alati, chunki qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Ertalab hech narsa stop. Jin ursin. La'nati. Jin ursin. Yiqilib tushman shekilli. Nima edi? Menimcha meni tarib jin ursin. Skeletlar qon. Sham. Yo-mayo. Ro'sinim bu yerda. Kimdir bo'lganiga mana shu yerdan yorug'lik chiqargan ekan. Bu va mana jin ursin o'sha telefon. Hamma yoq qon. Yo-mayo, jiringlayapti. Allo? Qo'yib qo'yishdi. Mana shu jiringlagan ekan, lekin qanaqasiga bu yerda telefon paydo bo'lib qolishi mumkin? Hoy! Kimdir yordam bersin, jitellar! Yordam! Iltimos, kim bo'lsa ham. Menimcha bu yerga uzoq muddatga qolib ketdim. Yoki umid qilamanki ertalab biror odam keladi bu yerga va menga yordam berishadi. Nima? Uyg'on, chiqa qol tezroq. Ertalab bo'ldimi? Narvon. Jitellar, meni topdingizmi? Tirik ekansan, chiqa qol senga narvon. Ajoyib, hozir. Ulardan foydalan. Bu yer juda ham qorong'u. Xo'sh. Qarab ko'r, u yerda tosh va narvon bor. Xo'p, hozir qidirib boshlayman. Menimcha topdim. Tosh va mana endi tosh. Shunirsin, bu yerda bo'layotgan ishlarni hammasini aytib berish kerak. Narvon. Hozir yoningizga chiqaman. Xo'sh. Mana hozir yaxshi. Mana shu yerdan bo'ldi. Chiqsam ham bo'ladi. Jitellar, chiqyapman. Bo'la qol, kutyapmiz seni. Hozir yaxshi. Mana bu yoqqa va hozir ozgina qoldi. Xo'sh, hozir mana jinirsin. Mana. Chiqib oldim. Agar seni ko'rib qolmasak, ahvoling tang bo'lardi. Sizlarga katta rahmat. Lekin u yerda bilasizlarmi, politsiyani chaqirganingiz yaxshi bo'libdi. U yerda jasadlar har xil, qon va telefonlar turibdi. Aniqrog'i bittagina telefon, o'sha telefon jiringladi va men uni ovoziga bordim. Keyin esa meni yiqitib yuborishdi bu yoqqa. Sizni kim yiqitib yubordi? Bilmayman, qanaqadir ayol edi. Unchalik ham eslab qola olmadim, ammo o'sha yerda juda ham ko'p qon va odam jasadlari bor, aniqrog'i odam suyaklari. Keyin hozir hammasiga yoniga borishim kerak. Qayoqqa? Qaytaman hozir. Jinirsin. Umid qilamanki mer nima bo'layotganini tushuntirib bera oladi, chunki bu yerda u anchadan beri yashaydi. Sizni tushundim. Bir daqiqa, keyinroq qo'ng'iroq qilib yuboraman. Xo'sh, nima bo'ladi? Assalomu alaykum, janob mer, kecha kelgandim, ammo yo'q ekansiz. Xullas, men quduqqa tushib ketdim. U yerda esa hamyoq qon edi va odam jasadlari yotgan, aniqrog'i skeletlar. Va sen qo'ng'iroq ovoziga borgansan u yerga. Qayerdan bildingiz? Bu qishlog'imizdagi eski afsona. Bu yerdagi kishilar hammalari boshqa qishloqlardan kelgani uchun bu afsonani biladigan faqatgina 4-5 kishi bor xolos. Va qanaqa afsona ekan? Xullas, ancha yillar muqaddam bir oila bo'lgan va ularni qizchasi shu yerga tushib ketgan. Uni qutqaraman deb orqasidan tushgan. Ayol ham birgalikda bolasi bilan o'lib ketgan. Quduqqami? Ularni tosh bosib qolgan. Tosh? O'sha vaqtda ham suv tugab qolgan edi. Tushunarli. Va bilasanmi bugun qanaqangi kun? 25 yil avval aynan o'sha hodisa sodir bo'lgan kun. Aytmoqchisizki, qanchadir yillar avval aynan shu kuni ayol va qiz quduqda o'lishgan, shundaymi? Xuddi shunday. Va tarix takrorlanyapti der. Shuning uchun ham tunda qanot qo'ng'iroqlar bo'lsa, chiqa ko'rma. Sizni tushundim. Katta rahmat. Va bu haqda hech kimga aytib yurma, ya'ni seni aqldan ozgan deb o'ylashmasin. Katta rahmat sizga. Men keta qolay. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Demak, nimalar bo'lyapti bu qishloqda? Bekor kelibman. O'zimning 13-qishlog'im yaxshi edi. Mayli. Aytgancha, politsiya qani? Ular quduqqa tushib ketishdi tekshirishgani. Axir jasadlar bor deding-ku. Yorug'likni ko'ryapman. Men ham tusha qolay. Balki kerakmasdir. Kerak, axir ko'rmoqchiman nima bo'layotganini. Mayli.
Oh, janob Derb, sizni kutayotgan edik. Nima bo'ldi? Bu yerda hech narsa yo'q. Qanaqasiga hech narsa yo'q? Shunaqasiga. Ha, rostdan ham. Nima axir? Stop. Tushunmadim. Balki yiqilib ketganingda shunday bo'lgandir, ha? Boshingni urib olgansan va ko'zingga ko'ringan. Ha, shunday bo'lishi mumkin. Balki shunday bo'lgandir, lekin to'g'ri aytasizlar. Menimcha shunchaki dam olishim kerak, xolos. Ha, bo'lib turadi Derb. Xavotir olma. Lekin uzr, sizlarni ham ovora qildim. Hech qisi yo'q. Tushunursin. Xo'sh, nima bo'ldi? Chiqishganda aytib berishadi. Yo'q, demak bularni barchasi haqiqat ekan. Mer yolg'on gapirmabdi. Mana bu albatta sarguzasht bo'ldi. Yaxshisi yotib dam olaman. Bularni hammasini unutishim kerak. Va endi quduqdan suv olishga ham qo'rqib qolmay, issiq tunda chiqishga. Yana kamga uyim quduqning yonginasida. Mayli, hayvonlarga ovqat bera qolaman, chunki ular ham shuncha vaqtdan beri ovqatlanib